Mana premium cleaning servisdan o'tgan kuni gilamni berib yubordim. 2 kun ichida olib kelib berishdi. Eng asosiy bunani fishkaligi men hurmat qilaman. Aytgan gapligida turishadi. Ana boshqalarga o'xshab olib ketib, ertaga indinga telefonni ko'tarmay 2 kun deb turib 20 kundan keyin olib kelib beradigan bolalar emas. Gapirilgan gapga, va'daga vafo qiladigan yaxshi bolalar. Yana bitta narsasini hurmat qilaman. Gilam olib kelganinglardan keyin mana hozirgi holati ochilgan va chiroyli antibakterial dorilar bilan yuvilgani uchun yaxshi hidlar kelib turadi gilamdan. Va buni 3-fishkasi nimaki, gilamni yig'ishtirib ketgandan keyin bularning o'zligining dezinfeksiya firmasi bor. Kelib обработка qilib ketadi. Uyinglarni kompleksini har ehtimolga qarshi hasharotlar bo'lmasa va undan keyin sizlar uylarni tozalab olganinglardan keyin qakras bir kun o'tib bolalar kelib gilamlarni solib ketishadi. Hamma narsa faqat shu bolalarning premium cleaning servisida bitib ketyapti zo'ra. Hurmatli obunachilar, hozirroq obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu profilga keyin afsuslanmaysizlar.